san'at bilan birga bo'lgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. U kishini yuzidan shunday bir nur yog'ilib turadi. Endi san'atkorlar to'g'risida hozir mana mashinada ham birga kelib bu kishilar bilan gaplashib kelayotgan edik. Bu kishini dadamizning aytgan gaplarini hozir men hammasini shu mashinada o'tirib o'zim dard bilan bu kishilarga aytdimki, yana ichi hasratdan to'lib ketibdi, darddan to'lib ketibdi, rahmatchani demanglar. Endi men shu o'zbek san'ati uchun, o'zbek nimasi uchun juda bo'lgan mehr, muhabbatim, hurmatim deb tushuntirib kelayotgan edim. Avvalo san'atkorning niyati yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin deb niyat qiladi. Bizlarning niyatimiz poy. Shu mana yaxshi kun bahona, to'y bahona didorlashib turibmiz. San'atkorlar juda ko'p. Ba'zi biri bilan shu lentasini eshitib turasiz, havas qilib yurasiz, lekin bir ikki og'iz gapirishganingizdan keyin shu lentasini Sözün ba'zi birlari bor, o'zi san'ati unchalik bo'lmasa ham tili, gapi, so'zi juda shirin bo'ladi. Ba'zi birlari bor, Xudo hamma tomonidan bergan bo'ladi. Endi undin san'atkorlar bo'lish juda hayotda juda qiyin narsa, mushkul narsa. Undin narsani faqat Xudo berish kerak. Otaxonni mana shu atrofida, mana shu dasturxon atrofida birga o'tiribmiz. Meni shaxsan bu kishini bir iliq so'zlarini eshitib, san'atkorlar to'g'risidagi o'zlarini bir jonkuyarlik bir nimalarni eshitib hozir o'zlaridan juda boshim osmonga yetdi. Men o'ylab kelayotgan edim, vodiyda men juda ko'p bo'lganman. Oldinlar endi Farg'onada bo'lganman, Namangan tomonlarda bo'lganman, bu Andijonda 88-yilda gastrollarda bo'lganman. Bir marta shurga shaharga bir to'yga ham kelganman. Shum endi bor san'at shinavandalar yo'q emas. Boshqa bir tomonga burilib ketganda, yoshlarimiz ayniqsa Amirjon ikkovlari, hop, bular katta ustozi Boltovoy aka degan odam edi. Xo'sh, bular Rasul qorilar boshqa hammalari shu ishga bir qadam qo'ygan. Xudoga minnatlar shukrlarki, bugunlik kunga kelib biz qariganda mana shunaqa bir ajoyib, mana hozir ukamiz aytib o'tiribsiz. Men san'atda 60 yildan beri vujudimga miqolib qoqilib ketgan. Komiljon Jabborov aytuvdilarki, aka, bu sizdan bu Said Ahmad aka kelib, bu sizga bir Alloh taolo vujudingizga bir qoplama qilib qoqib qo'ygan ekan, chiqib ketmaydigan. Bu Alloh 60-70 dan keyin qogichi dedi. Mana men salkam 80 ga kirdim. Salkam 80 ga kirdim. Men katta odamman. 9 ta farzandim bor, 6 o'g'il, 3 qiz. 42 nevaram bor ekan, 12 ta chevaram bor ekan. Bugun aytdim, chevaramni oldi 10-ga kirdi. Xudoga minnatlar shukrki, mana shu umrimiz, mana shunga Xudo umr berib, mana shunaqa bir ulug' oliy janob har o'zi ham san'at, yuzi ham san'at, o'zi ham jannati, yuzi ham jannati. Shunaqa bir ajoyib hozirgi Alloh shunaqa ekan. Hech quruq qo'ymaydi ekan. O'tganlarning o'rnini tiklab turar ekan. U tiklaydigan tarozigari Xudo ekan. Mana shu Jo'raxon akam mashayikka 40 marta kelgan. 40 marta. Dutallarni qilib olib bergan menga. Shu Jo'raxon sultonovlar. Mana shu Mamat buva derdi Jo'raxon akaning ustozini. Mamat buva derdi. Uni ustozi Boltovoy aka dedi, shular ham kelgan. Yusufjon akam qiziqlar ham kelgan. Mana shu hozirgi bolalarning to'yiga shular hammasi kelishgan. Xudoga minnat shukur, mana bugun kelib turibsiz uka. Rahmat. Avvalo Xudovand akbar sizni adashtirmasin. San'at juda nozik. Bu qildan ham nozik, dunyoda eng nozik narsa nima desa bu san'at. Buni saqlash juda qiyin. Berish Xudo ilhom beradi u. Men Berdi Dovudaga tan berib yurardim. Borsam balnisaga yotqizib qo'ydi bir chekaga. Kim desam, jo'ttaligi deydi. Gilovrachini chaqirib, senga o'xshagandan O'zbekistonda 100 ming bor. Bu 4 ta. 5 million, 4 millionga bitta san'atchi ko'nadi. 16-17 million o'zbek bor ekan uka. Shu 4 ta bordir-da sizda. Millionga bitta tug'ilibdi. 5 millionga bitta tug'ilibsizlar. Hozir biz 16 millionga bitta tug'ilibdi Rahmonjon deb mayda bizni ko'rganingiz yo'q, biz baho beryapmiz. Endi Xudo sizga uzoq umr bersin, sog'lik bersin, nafaslaringiz doim o'tkir bo'lsin, adashtirma. Bugun bu xonadonda to'y. Bu xonadonda Umarullohon ukamizni jajji farzandlarini tug'ilgan kunini nishonlashdi. O'zinglar ko'rib turibsizlar. O'zgandan O'shdan, Jalolobod, Toshkent,
avvalo Mashhadda uzoqdan har qaysi joydan kelgan mehmonlar, mehribon aka-ukalarimiz, yori birodarlarimiz, opa-singillarimiz, hammalaringizga men butun avlod ajdodim, xonamdagi butun o'g'il qizlarim nomidan sizlarni o'zingizlarni vaqtingizlarni ayabmasdan vaqt ajratib bizni xonamizga tashrif buyursizlar. Ming marotaba ta'zimda sizlarga rahmat aytaman. Salomat bo'linglar. Bunaqa kunlar umrda 1, 2, 3, 4 keladi xolos. Bir odam qancha umr ko'rgan bo'lsa, shu umrni ichida 5 ta 6 ta to'y qiladi. 22 ta to'y qilgan. Ko'p o'g'il uyladik, chiqardik, nevara to'ylarni qildik. Mana Xudoga shukr, 5 o'g'il, 3 qizim bor, 40 ga yaqin nevaram bor, 10 ga yaqin chevaram bor. Xudoga ming marta shukrlarki, mana shunday shu farzandlarni yetilib, ko'p do'stlarimiz farzandlari yetilib, pul topib, mol topib odamlarga dasturxon soladi, ularning umri qisqalik qilib qoldi. Bizga Xudovondi akbar umr berib, shu farzandlarni yetib keldik. Umarlarni chaqiringlar. Umarulloh, kel o'g'lim. Farzandlarimni aytib o'tib ketdim. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Umri uzun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Sizlarni ham o'tirgan hamma kelgan meni hurmat qilib kelgan odamlarni dinidagi ulkan maqsadlarni Alloh taolo bersin. Umringlar uzun, rizqinglar ulug', turpa qolsanglar oltin bo'lsin. Oltin boshinglar omon bo'lsin. Parvardigorning panohida hamisha ro'shino olib yashanglar. Bola chaqanglardan bitta asal yeganda shirin turmush qilinglar. Xotin qizlaringlar, bola chaqanglar bilan har kuni turmushinglar shirin bo'lsin. Kundalik ishinglar unumli bo'lsin. Qayerga borsanglar yuzinglar yorug' bo'lsin, tilinglar uzun bo'lsin. Hamisha salomatlik yuraveringlar. Allohu akbar. Rahmat shukr.
Kesin